Assalomu alaykum YouTube'da kuzatayotganlar. Bugun sizlarga O'zbekistonda ekiladigan va yaqin kelajakda ko'payib ketadigan shoftoli navlarini ko'rsatamiz. Bu navlar aksariyati yangilik, bularni ko'pchilik ko'rmagan, eshitmagan sortlar. Yaqinroqdan olib kelib bir shoftollar birma-bir ko'rsatsangiz. Caracas, Lucello, Patagonia, mana bunisi Flariba, Boreal, Zodiac, Brent Lane, Copacabana, Dividona, Big Ben. Bu Big Ben tanisizlar. Yangi navlar, yana navlarimiz bor edi. Diamantina boshqa va hokazo. Shularni hozircha sizlarga obzor qilamiz. To'liq ma'lumotlarni telefon orqali ham beramiz. Video oldik, 11 minut bo'lib ketdi. Qo'yib olmayapti o'rtoqlar. Shoftollar yaqindan olib kelib birma-bir tanishtirsangiz mana. Lucello nam. Juda chiroyli shoftollar mana. Caracas, Black Splenderga o'xshab ketadi. Patagonia eng yetak shoftollardan. Flariba, Boreal ichi oq bo'ladi. Zodiac mana. Brent Lane, Copacabana, Dividonaning ichi ko'rinishi sariq bo'ladi. Bular hammasi har xil paytda pishadigan may oyining где-то 20-dan 10-iyungacha bo'lgan shoftollarni yig'ib bir joyga jamladim. Mehnatlarga like bosib bizni qo'llashda davom etinglar. Xudo xolasa mana shu shoftollarni ham ko'chatlarni ko'paytirib sotishga yo'lga qo'yamiz. Videoga like bosishni unutmanglar.